Assalamualaikum. Aziz vatandaşlarım. Jirak yaqindan Avstraliya, Germaniya, Türkiye, Angliya ve başka yerlerden uzun seferlerini besip bizning mushu yig'inimizni unumlik bir natija hosil qilamiz degan umid bilan kelgan qarindoshlarim, sizlarning hammanglarningki Cumhuriyet kuniga muborak bo'lsin. Ham sizlarga chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Tünügünkü yığınımız şunçilik neticelik yaxşı boldu. Endi biz symbolluk karakteride bolsumu Şarkı Türkistan sürgün hükümeti bu xalqaro konferansni o'rinlashtirdik. Bunun Fransiya parlamenti, Iceland parlamenti, konsulliklar hem xalqaro insan hakları o'rinlarininki nayt yaxshi bizning hozir Uyg'ur xalqimiz duch kelayotgan tarixdagi eng ig'ir kunlarimizda irqiy qirg'inchilikning eng uchiga chiqqan vaqtlarda ular haqiqatan o'zining yaxshi fikrlarini berdi. Hem Uyg'ur hatta mustaqil bo'lish kerak deganlar dedi. Bu bizni bak suyundirdi. Hem bizningki qarindoshlarimizdan Nurgul Savod, Anvar To'xti, bizningki prezidentimiz Erkin Abdumet qatarlı qarindoshlarimiz naydi isil nutqlarni berdi, bak tafsili tushundirdi. Endi men bu tafsilotlarga kirmayman. Hozir so'zlanayotgan nuqtamiz bizningki hukumatimizni bir yerga bir qilib akilib, qanday qilib biz xalqimizni oqimizga olgan bir hukumat qilib qurib chiqib, o'zimiz xalqninki ovozini olgandan keyin, anandan keyin biz boshqa hukumatlar bilan aloqalashish, ular bizni biroz qabul qilish fursatlariga ega bo'lamiz. Shu vaqtida biz xalqimiz uchun bak yaxshi xizmat qila olamiz. Mushu nuqtalarni chiqish o'tirib bugungi bu konferansni o'rinlashtirdik. Albatta bizningki Erkin Abdumet qarindishimiz degandek oz bo'lmagan qayamg'u buran chapqunlarga uchraydigan mustaqillik maydonida qarindoshlarimizning ish qilishi haqiqatan qulay emasga. Hatta menimo nurg'un haqoratlar mana men chet elga chiqqan kundan boshlab mushu mustaqillik maydonida turib kelganligim uchun surgunda bo'lsimi, symbollik bo'lsimi, bir hukumat bo'lmasa, bir siyosiy apparat birgaga kelmasa, bizning ishimiz tas degan narsa kallamga urilg'ashqa men mushu maydonda turib keldim. Hem jiq uruldum, sürüldüm. Lekin men onundan hiç qo'rqmayman. Qarlashladimmi? Qo'rqmayman, chunki mening xalqimga yurgim shunchalik sadoqatman. Men chet elga chiqqandan yoqi vatangim bir baxmidim, ota-onamni ko'rib baxmidim. Butun yurgim bilan mushu maydon turyapman. Cho'ng ish qilolmasaqmi? Endi ashunda qarlaganlarda, ko'nglinglarda mishad o'tagan qarindoshlar, ajab mundaq fikrlar borki desanglar, mundaq qo'linglarda internet to'xtaydi. Kanadaning border servisiga munda telefon qilib baqsanglar, ashundaq nomuvofiq odamlar mishalarga keldimi, mening uyimda turdimi yoki Kanada bexatarlik idorasi hammamizning nima ish qilayotganini biladi. Ular bilan aloqamizmi bor? Bizni nayti ishtiklam xiyimizda osmon qilib qo'ydi agar ashta qilsaqchi. Shunga aqlga muvofiq tasavvur qilaylik qarindoshlarim. Mishada o'tgan qarindoshlarimizninki hammamizning yuragi hozir vatanimizda bo'layotgan irqiy qirg'inchilik, xalqimizninki do'zaxda yashayotgan kunlarga chidmay kech kunduz yig'layapmiz. Shunga endi biz ma'vo hozir teşkilatlar bekçik. Biz işengen teşkilatlarmı indigenous degan taxtının aqığı ötülüp 30-40 yıl bizlanmış vatanı müstakil qilmaymiz deb tavaqib kelganda mana Michel Hanım High Commissioner BDT'ninki eng oxirgi dokumentida texi irqiy qirg'inchilikni ashunda bo'ldiga o'xshaydi degan gap bilan tugatdi. Bizningki davoyimizning natijasi bu bo'ldi. Bütün Müslüman devletlerine qarsangiz, endi bizningki dindaşlığımız, qarindoshligimiz, qo'shnidochiligimiz, tildoshligimiz hammasi dollarning oldida hech qanday roli qolmaydi ekan. Hammasi o'zining davlat manfaati yanchiqi bilan Xitoyning tarafini tutib, Xitoy to'g'ri qilyapti dedi. Bu dunyoda ig'ir ko'taranmagidek bir haqorat Uyg'ur millatiga. G'arb ellarining oldida bizga bir numus,
Endi G'arb elleri Uyg'urning qo'lini shundoq tutyapti. Her xil sanksiyonlarni chiqadi. Her qanday qonunlarni Uyg'ur deyapti. Xitoyning rahbarlarini jazoga tortadigan narsalarni chiqadi. Ammo musulmon davlatlar hozirgacha o irqiy qirg'inchilikni to'xtat, milyonlagan Uyg'ur musulmon ayollar dafsandi bo'lib ketdi. Milyonlagan Uyg'ur erkakları organ harvesting qilib ketdi, o'ldirilib ketdi deb to'xta degan bir ig'iz gapni qilmadi. Bugun endi biz yanalam shu Xitoyning bizga urib kirgizayotgan halqa kommunist ideyasi bilan fikr qilsak, biz o'zimiz G'arbda yashab turib, G'arbning yaşavatqandek o'zimizningki fikr aqlimizni biroz oshmasak, biz dunyodan jiroqlab ketamiz. Yana dunyoda qo'limizni tutgan shu davlatlarni yo'qotib qo'yamiz. Shunga men gapimni uzatmay, Ma'u bir necha narsa bor, men hayron bo'lib kelayotgan. Birisi davomli bizningki medialarda yoki boshqa medialardami o'zimiz davomli shu yozmalarda shundoq deb kelgashkimi, kechki Uyg'ur musulmonlari degan narsa bizga chaplaqliq keldi. Biz Uyg'urlar, bizmi inson, biz shu o'zimizning ona tuprog'ida yashash haqqimiz bor. Nima uchun başka musulmonlarga aqsiga musulmon deb qatmaydi? Shunga biz o'zimizni Uyg'urlar mushu nimamizni ching tutishimiz kerak. Ortiqcha narsalarningki hojati yo'q. Yana bir jihatdan zo'lab Uyg'ur turklari deb ketib olamiz. Buning bizga qanchalik foydasi bor, qanchalik ziyni bor. O'zimizning bir chiroyli xos ismimiz bor Uyg'ur. Biz burunmi Uyg'ur deb kelgan, buningdan keyin o'zimizning shu xos ismini yozmalarda, hamma yerda, boshqalarga intervyu bergan vaqtlarda biz Uyg'ur millati deb atab kelsak. Endi biz mushundaq chichilib, mushundaq kelgashga tashkilotlar jiqosimi, yanalam bir siyosiy mukammal bir organga uyuşanmaganligimiz uchun bizning davoyimiz mana mushagicha bo'lib keldi. Xalqimiz uchun hech qanday bir cho'ng ishlarni qilib beramidik. To'g'ri, qo'limizdan kelishicha qilyapmiz. Xalqaroning yashayotgan davlatlarimizning qonunlari bor, uning hurmat qilish kerak. Shuningdimi biz endi mushu surgun hukumatini birlikka keltirsak, xalqqa jiqroq xizmat qilgani bo'lamdi degan umidlar bilan nurg'un qiyinchiliklarni yengib bugungacha keldik. Endi abiyam bizningki prezidentimiz Erkin Abdumetmi tushundidi, kelak qitimliq saylamda xalqqa olsak, haqiqatan tigi pokiz millat uchun haqiqatan o'zi badal to'layoladigan, vaqt kelsa melidan jildan kechalaydigan, haqiqatan vatanparvar yosh har qanday bir Uyg'ur qarindishimizningki o'zini ko'zdan qarshi olamiz, ham shuningga biz maydon hozirlab beramiz. Mening gapim shuning bilan tugadi.